1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov. Azizlar, mana bugun Xudo xolasa g'ishlarimiz urushdi boshlandi. Yaxshi duolar bilan 10 qator urildi. Azizlar, o'sha planni o'zi nimalari chiqyapti. Operatorimizdan iltimos qilib qolamiz. Shu yerdan rakusdan olib bersiz bo'ladimi? Tepaga chiqib. Tash tepaga chiqsalaring. Mana hurmatli kuzatuvchilar, Xudo xolasa sizlarni duolaring bilan, sizlarni shu ehsonlaring bilan qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Xudo xolasa mana uyimiz bismillah deb boshlandi. G'ishlar urildi, 10 qator urildi. Xudo xolasa hozir Qoraqalpog'iston Respublikasida -4 daraja sovuq. -4. Shunga qaramasdan mana ustalar chiroyli qilib mehnatlarini ko'rsatishyapti. Azizlar, sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu chiqib turgan karta raqamlariga befarq bo'lmaysizlar. Qolaversa Rossiya, Qozog'iston, O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz, barcha yurtdagi Amerika, dunyoning barcha nuqtalaridagi o'zimizning vatandoshlar, shu videoni ko'rib turgan aka-uka, opa-singillarimizdan iltimos qilib qolamiz. Kartalarga befarq bo'lmanglar. Azizlar, Xudo xolasa zallari mana o'sha boshlanyapti. Bundan keyin g'ish urilgandan keyin elektrikasi bo'ladi. O'sha tom yopishga, Xudo xolasa tomini yopib olsak, yomg'ir chachinda ham ichkarida ish qilsa bo'laveradigan bo'lib qoladi. Glavniy usta kim? Keling baqa. Keling aka. Assalomu. Minbarga chiqing, keling baqa. Ismingiz nima? Bunaqa chiqaymi? Chiqavering, xohlagan joyingizga chiqing. Ustalar o'zi tepada turish kerak-da. Xo'jabek ismingiz? Hurmatli kuzatuvchilar, Xo'jabek akamiz, siz qayerdansiz? Qoraqalpog'iston Chimboydansiz. Xo'jabek aka, mana bu ustasi, oilada kim usta bo'lib o'tgan? Ota-ona, dadingiz, Mana yilda 2026-yil boshlangan bo'lsa, birinchi ishingizmi shu? Birinchi ish emas. Ikkinchisimi? Uchinchisi. Uchinchisimi? O, молодец. Значит, yaxshi zo'r usta ekan. Aka, bu nimani uyni solishda, misol hamma joyda har xil bo'ladi-ku, uy ko'tarilishiga. Bu tez ko'tarilyaptimi? Nima Tez ko'tarilyapti. Tez Bir kunda 10 qator qiladi-ku. Bu bilasizmi nima uchun? Meni endi o'zimning fikrim, bu xalqning duosi bilan bo'lyapti. Shu. Iloyim, azizlar, yana ismingizni bitta qaytarib qo'yasiz? Xo'jabek. Xo'jabek akami haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Xo'jabek akami oldidagi yurgan ustalarga ham duo qilib qo'yinglar, iloyim umrlar uzoq bo'lsin. Xo'jabek aka, bu proyektdagi shuni odamlarning duosi bilan mana shu oilaga yordam berilyapti-da. Buni har bitta qo'ygan g'ishda savobi bor. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Shu akamiz haqqiga duo qilib qo'yasizlar, ko'rib turganlar. Rahmat. Sizlardan iltimos. Xudo xolasa Xo'jabek aka, mana 10 qator urilibdi. Taxminan o'rtacha, misol tezlikda emas, o'rtacha misol nimada necha kunda ko'tarib olsak bo'ladi? 5 kun qo'yib o'tirmiz-ku. 5 kunda. Buguni olib tashlasak, bundan tashqari 5 kun, 4 kun. 4 kun. 4 kun, 5 kun o'raylik oralig'ida. Xudo xolasa bo'ldi. Azizlar, mana 5 kun, 4 kun, 5 kunda ichida g'ishlarimiz ham ko'tarilib, oynalarda joylari ochiladi. Keyin boshqa ishlarni qilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Aka, tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, har kundan kunga uyimizni fayzi ochilyapti. Azizlar, bo'lmasa biz videoda gapirsak, gap juda ham ko'p. Xudo xolasa ko'chalar, uyda atroflariga ham atmosfera qo'yishimiz kerak. Aytib o'tyapman. Ko'chalarimizga ham shebin yotqizishimiz kerak. Chunki loy joylarni ko'rdilaring. Videoda Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib, taqdim qilib, chiroyli qilib namoyish qilib beramiz. Sizlar faqat qo'llab tursalar ham bo'ldi. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarni o'rtoqlaringga,
do'sti birodarlaringga jo'natib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sizlardan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sizlar bilan Sardorbek Ahmadjonov bo'ldi. Yaxshilik sari. Sog' bo'linglar.